Jungo erken deniz okyan qatnaşı egilik huquqqa tajovuz qilishning bahonasi bo'lib qolmasligi kerak deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 27 kun Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo haftaning birinchi kuni Amerika dengiz armiyasining harbiy parxodlarini avatib, Jungo yasab olgan Orollar tabarligiga 12 dengiz mili atrofida yetib kelganlik inkos qaytarib, dengiz okean erkin qatnashi boshqa davlatning egilik huquqiga tajovuz qilishning bahonasi bo'lib qolmasligi kerak deb ko'rsatdi Jungoning bayonoti. Amerika Qo'shma Shtatlari amaldorlar haftaning birinchi kuni Amerika dengiz armiyasi 24 soat ichida Raysin belgilik qo'g'lug'ich harbiy parxodni Jungo Janubiy dengizda yasab olgan Orollar Hadatashlar atrofida 12 dengiz mili atrofiga avatidi deb ko'rsatgan. Reuters agentligi bu haftadan burun Amerika dengiz armiyasida ismini atashni xohlamagan yana bir nafar amaldorning so'zidan naql keltirib bunday ko'rsatdi. Amerika dengiz armiyasi P-8A belgilik razved aeroplanini P-3 belgilik razved aeroplaniga moslashtirib bir oyga avatidi. Belki oldimizda keladigan bir necha hafta ichida ko'plagan harbiy parxodni avatib, yuqorqi dengiz yuzida chorlash olib bordi. Chorlash doirasini Filippin va Vyetnamning Spratel orollariga qurib olgan Hadatashlar va yangi orollargacha avatish mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining bayonotchisi Ernest Apandi muxbirlarning kutib olish yig'inida har qanday konkret ishlarni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaasi ministerligidan so'rasanglar bo'ladi deb ko'rsatdi.